Assalomu alaykum. Toshkent kimyo texnologiya instituti fizika va energetika kafedrasi texnika fanlari nomzodi dotsent Mo'minova Zaynab Arabovna. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi uch o'lchamli turbulent oqimlar. Uch o'lchamli turbulent oqimlar, ayniqsa reaktiv gazlar bilan bog'liq jarayonlar, murakkab fizik hodisalar majmuini o'z ichiga oladi. Bunday oqimlarning tahlili, gaz dinamikasi, kimyoviy reaktorlar dizayni va atmosferadagi gazlar tarqalishini tushunish mumkin. Ushbu prezentatsiyada reaktiv gazlarning uch o'lchamli turbulent oqimlari bilan bog'liq asosiy tushunchalar, ularning xususiyatlari va tadqiqot usullari ko'rib chiqiladi. Oqimlar haqida. Ular turbulent, uch o'lchamli, reaktiv va gazlarda bo'linadi. Turbulent oqimlar tartibsiz girdoblari bilan tavsiflanadi. Uch o'lchamli oqimlarning uchta fazoviy koordinata bo'yicha o'zgarishi. Reaktiv bu oqim tarkibidagi kimyoviy reaksiyalar majmui. Gazlar oqimning moddiy tarkibini tashkil etuvchi moddalar bo'lib hisoblanadi. Uch o'lchamli oqimlar geometriya. Uch o'lchamli oqimlarda o'lchovlar orasidagi murakkab o'zaro bog'liqlik mavjud. Bu oqimning fazoviy tuzilishi va dinamikasini tushunishni qiyinlashtiradi, ammo uni to'liqroq modellashtirish imkonini beradi. Interfeyslar, turli gazlar yoki fazalar orasidagi interfeyslar uch o'lchamda kengaygan sirt maydoniga ega bo'lib, reaksiyalar va massa almashinuvini tezlashtiradi. Dinamika esa oqimning vaqt o'tishi bilan o'zgarishi uch o'lchamda yanada murakkab bo'ladi. Qayta konfiguratsiyalar, turbulent qatlamlanish va kimyoviy o'zgarishlar dinamik jarayonni shakllantiradi. Reaktiv gazlar o'zaro ta'siri, qarama-qarshilik, kimyoviy reaksiyalar va issiqlik almashinuviga bo'linadi. Qarama-qarshilik bu turli reaktiv gazlar oqimining qarama-qarshi kelishi, turbulent aralashuvni kuchaytiradi. Kimyoviy reaksiyalar esa aralashuv natijasida kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi va yangi mahsulotlar hosil bo'ladi. Issiqlik almashinuvi reaksiyalar natijasida ajralib chiqadigan yoki yutiladigan issiqlik oqimi haroratini o'zgartiradi. Oqimlarning asosiy xususiyatlari. Aralashuv. Turbulent oqimlarda gazlarning aralashuvini tezlashadi. Bu reaksiyalar uchun muhimdir. Aralashuv darajasi turbulent intensivligiga bog'liq. Modda tarqalishi esa reaktiv gazlarning oqim bo'ylab tarqalishi turbulent diffuziya bilan boshqariladi. Bu oqimning kimyoviy tarkibini o'zgartiradi. Harorat maydoni reaksiyalar va issiqlik almashinuvidan kelib chiqqan harorat o'zgarishlari oqim bo'ylab tarqaladi. Bu reaktivlikni ta'sir qiladi. Oqimning zichligi va bosimi ham uch o'lchamda o'zgarib, gazlarning harakatiga va reaksiyalarga ta'sir ko'rsatadi. Turbulentlik aralashuv tezlashuvi va energetika dissipatsiyasiga bo'linadi. Aralashuv tezlashuvi turbulentlik reaktiv gazlarning tezroq aralashuviga olib keladi. Bu esa kimyoviy reaksiyada uning tezligini oshiradi. Girdoblar katta hajmdagi gazlarni bir-biri bilan aloqaga keltiradi. Energiya dissipatsiyasi turbulent oqimda energiya turli o'lchamdagi girdoblarda dissipatsiya qilinadi. Bu esa oqimning umumiy energiyasi va haroratiga ta'sir qiladi. Reaksiya kinetikasi. Darajalar bu reaksiya tezligi, gazlar konsistensiyasiga va haroratga bog'liq bo'lib, turbulentlik bu omillarni o'zgartiradi. Aralashtirish. Turbulent aralashuv reagentlarini tezkor aralashtirib, reaksiya tezligini oshiradi va reaksiya zonasini kengaytiradi. Oqim effektlari, oqim tezligi, bosimi va harorati kabi omillar reaksiyasining umumiy samaradorligiga ta'sir qiladi. Modellashtirish va tadqiqotlar.
Hisoblash suyuqliklar dinamikasi usullari uch o'lchamli turbulent oqimlarni modellashtirish uchun ishlatiladi. Eksperimental tadqiqotlar aerodinamik quvurlar va maxsus qurilmalar yordamida oqim xususiyatlarini o'rganadi. Analitik usullar esa ba'zi soddalashtirilgan holatlarda oqimni tahlil qilish uchun analitik usullar qo'llaniladi. Amaliy qo'llash sohalari: yoqilg'i texnologiyalari, ichki yonuv dvigatellari va gaz turbinalarida yonish jarayonini optimallashtirish, kimyo sanoati, kimyoviy reaktorlar, katalitik konverterlar va gazni tozalash tizimlarida qo'llaniladi. Atmosfera tadqiqotlari atmosferadagi gazlarning tarqalishi va kimyoviy o'zgarishlarni o'rganish. Kengaytirilgan tadqiqotlar kelajakda reaktiv gazlarning uch o'lchamli turbulent oqimlari bo'yicha tadqiqotlar sun'iy intellekt va mashinalarni o'rganish usullaridan foydalanishni kengaytiradi. Bu esa yanada aniq modellar yaratish va yangi amaliy qo'llash sohalarini ochishga yordam beradi. Kuchsiz energiya va manbalar va yangi materiallar yaratishda bu bilimning ahamiyati ortib boradi. Shunday qilib, bugungi ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.